Mesela 30 gün her günü açıver deb misal vereyim. Azanda niyetlenip elbette açıverir. Azanda niyetlenip elbette açıverir. Her gün için 60 gün kelyaptı mı? Kelyaptı. Alımlar aytadi. Oşuların hammasi üçün bir marta 60 gün tutup bersa yetkildi. Biroq buniki qaytalamoq kerak. Tushuntiraverdimmi? Shuning uchun hammamiz o'sha narsalar vaqtda bo'lgan bo'lsa, yaxshi paytda bo'ladi. Yana maktab o'qib yurgan paytda azonda niyatlar, Ramazonda niyatlar chiqib ketadi, azon maktabga boradidan yana suv ichadi. U 60 kun kerak bo'ladi. 60 kun arasini uzmash kerak. Uzmay kerak. 60 kunning arasini uzuga bo'lmaydi. Aytib niyatining o'zini bomdod namozi vaqti kirmay qilinu kerak. 60 kunni tutib yursiz, 59-kun tutib qo'ydingiz. 60-kun saharlikka niyat qilishni unutib ketsangiz, bari kuyadi. Chunki men tushuntirishga tirishyapman sizlarga. Tutgan ro'zalaringiz bekorga ketmasin. Eshitibamsizlar, so'ylab o'tiradigan payt emas hozir. O'zi yilda bir marta kelyaptilar bor. Imachga. Hatto bu tutayotgan ro'zalaringizni durustlab tutingizlar deb kuyib pishyapman. Shuning uchun tinglangsizlar. Shuning hammasiga, masalan, o'zingizning umringizda qancha marta ro'zani ochib bergan bo'lsangiz, hammasi uchun bir marta kafarat tutib bersangiz yetkilik olimlar. Biroq shu tutgan kafaratıngizni arasini bo'lmay, niyatlarga ehtiyot qilib, ro'zani buzatgan narsalarga ehtiyot qilib, durustlab tutib beringiz kerak. Endi qazo ro'zalarida u birga bir kun, bir kunga bir kun. Masalan, vaqtda niyatlangan yo'q, tutgan yo'qsiz ro'zani. Masalan, vaqtda niyat qilmadingizda ro'zani tutib yuraveringiz. Endi bularning bir kunga bir kun tutib berasiz. Masalan, 10 yillik qazo ro'zangiz bo'lsa, 300 kun sizda qarzingiz bor degan so'z. Bularning arasini bo'lib tutavergan bo'ladi. Masalan, har birinchi kun bilan 4-kun payg'ambar ro'za tutgan. Sizlar shuni aytlanmanglar, har birinchi kun bilan 4-kun qazo ro'zangizni niyat qilib tutib tashlayvering. Shunda bir haftada o'sha 2 qazo ro'zangizni tutulaveradi. Qanday zo'r narsa. Bir yilda bir talayni tutib tashlaysiz. Endi dal shunday qazo namoz ham shunday. Qazo namozlarda bizda ko'p odam e'tibor bermaydi. Ya nafil namoz deb yuraveradi. Nafil namoz ertaga surolmaydi. Qazo namozlarni birinchi o'qib o'tav kerak. Biri o'qib beradi, bizning o'rnimizda bobomiz o'qib beradi degan narsalar yo'q kitobda. Bunday narsa yo'q. Bu yolg'on narsalar bor. Qazo namoz bo'lgandan keyin hamma o'zi o'qib o'tav kerak. 4 mazhab bo'yicha unday fatvo yo'q. Tushuntiraverdimmi? Shuning uchun nafil ibodatlarni qilingizlar. Biroq altda qazo ro'za bilan qazo namoz esdan chiqib ketmasin. الصوم روزاني ناسا هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية. روزا mana narsa deydi. Roza o'zini tutish deydi. Neden tutish? Yeyishdan, ichishdan va jinsiy aloqadan niyat bilan birga o'zini tutish. Niyat qilgan holda, bir niyat o'zingizga ro'zaga niyat qilgan holda siz yeyishdan, ichishdan tiyilasiz va jinsiy aloqani tiyilasiz. Roza o'sha narsa. فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا bir adam yese bir ro'zadan yeb qo'ysa, aw shariba yoki ichib qo'ysa bir narsa, aw jama'a narsa yoki unutib jinsiy aloqada bo'lsa, ya'ni unutib yeb qo'ydi, unutib ichib qo'ydi, unutib jinsiy aloqa, ro'za ekanligi esida yo'q. Ro'zasi buziladimi? Buzilmaydi. Unutdi endi uytgan u. Niyasi yo'q, ya'ni niyasida ro'za yo'q. Unutib ketdi. Rufiyat anil ummati al-xata va nisyan degan payg'ambarning hadisi bor. Men ummatimdan unutishlik kechirildi. Unutqanlik kechirildi. Shu uchun ro'zadan qolishda bir narsani unutib yeb qo'ysangiz, unutib yeb ichib qo'ysangiz, sizning ro'zangiz buzilmaydi. Bemalol davom etib ketaverasiz. Bir sahoba kelib so'raydi, "Ya Rasululloh, Buxoriy hadis. Men o'shni unutib ovqat ichib qo'ydim" degan paytda payg'ambar javob berdi. "Fa inna ma at'amakulloh va saqahu." Allah seni yedirtdi, ichirtdi, davom etadi deydi. Payg'ambarning hadisi bor.
men onu yeb qo'ydim, ichib qo'ydim, araga qasddan yeb buzib bermang sizlar. Tushuntira bildimmi? Bemalol davom etaverasizlar. Biroq esingizga kelgan paytda to'xtatasiz. She'rni to'xtatasiz. Va innama bir odam uxlayotgan paytda fahtalama, ihtilom bo'lsa, ihtilom degan ana tush ko'rib g'usuli buzilsa, uxlayotgan paytda tush ko'rib g'usuli buzilsa. Ro'zalar agar yaqin uxlayotganda tush ko'rdi, g'usuli buzildi. Ne bo'ladi? Ro'zasi buziladimi, buzilmaydimi? Buzilmaydi. Buzilmaydi. Ikkani o'zining qo'lida emas-da u. Aw nazara ila imra'atin, yoki bir ayolga qarab turib, yanada g'usuli buzildi. Ish mana qarab turib g'usuli buzildi. Aw iddahana, yoki ustiga bir krem surdi. May surdi. Bu paytda iddahana degan may surdi degan, endi kunimizda mayni hech kim surmaydi. Kunimizda ne suradi? Krem suradi. Ustiga yani mayli istamay suratlar boshqa, shamollashga, boshqa krem surdi, boshqa yoki bo'lmasa ko'p dorilar. Quyuq may surdi. Av ehtajama yoki hijama qildi ro'zador. Hijama qildi, orqasidan boshidan hijama qildi. Av ittahala yoki ko'ziga surma qo'ydi. Kunimiz undan qolib ketgan, biroq vaqtga bo'lgan. Osma qo'yib, surma surib, qashlarga ko'zga foydasi bor. Hadislar bor bu haqda. Aw qabbala lam yuftir. Yoki bir odam ayolini o'patgan bo'lsa, bular ro'zani buzmaydi. Ya'ni ayolni o'psa, yoki bo'lmasa ustiga bir krem sursa, yoki hijama qildirsa, ko'ziga osma qo'ysa, surma sursa, bu narsalar ro'zani buzmaydi. Endi fa'in anzalahu bi qublatin aw lamsin fa alayhi al-qada. Endi ayolini ushlab turib g'usuli buziladigan bo'lsa, yoki o'pib turib g'usuli buziladigan bo'lsa, undan ne bo'ladi? Ro'zasi ketdi degan so'z. Endi buni ham yaxshi ketgan, o'qib o'tib ketdik, qarab barimizga. Hozir javob beraman. Va la ba'sa bil qublati idza amina ala nafsihi. Endi ayolni o'pga bo'ladimi, bo'lmaydi ro'zalar? İza amina ala nafsihi, o'z nafsiga ega bo'la biladiganiga qudrati yetsa, unda o'psang bo'ladi. Yo'q, aniyaga o'zimni ushlayapman desang, unda makruh bo'ladi. O'pga bo'lmaydi. Ukol dedingizmi? Ukol Abu Hanifa fatvosi bo'yicha buzadi. Ukol soldiruv Abu Hanifa fatvosi bo'yicha buzadi. Uning ikki shogirdi Imom Abu Yusuf va Imom Muhammadning fatvosi bo'yicha buziladi. Shuning uchun ro'zador odam ukol soldirатын bo'lsa, iloji bo'lsa kechgacha sabr qilishligi kerak. Sabr qilmaydigan joyda avruga duchor bo'lsa, masalan, tish avrularni u sabr qilamiz. U boshqa kameradan tushunmaydi u narsa. Tish avru masalan. Bunday joyda Abu Hanifa buzat deydi u. Kimga? Telefonlarni o'chirib qo'yib, xalat beryapsizlar. Telefonlarni o'chirib qo'yib. Abu Hanifa buzat dedi bu. Endi ukol soldirатын joyga duchor bo'lsa, ukolni sasin deydi olimlar. Buzilmagan holda davom etsin. Ya'ni ro'za buzildi ekan deb ichib qo'ymasin. Qanday ro'zador bo'lsa, shunday kechgacha ro'zasini bitirsin deydi. Nega? Chunki ikki shogirdi buzmaydi dedi ukolni. Tushuntiradimi? Ikki shogirdi ro'zani buzmaydi dedi. Buzilmaganday davom ettiradi, ro'zasini bitiradi. Keyin Ramazon bitgandan keyin yana bir kunga bir kun ehtiyotdan qazosini tutib beradi. Kimning fatvosi hurmat bilan? Abu Hanifa fatvosi hurmat bilan. Bitta Abu Hanifa buzat dedi u. Abu Hanifa buzat degan uchun bir kun qazosini tutib beramiz. Ikki shogirdi buzmaydi degan uchun biz yolashtiramiz. Tushuntiradingizmi? Ukol soldirgan joyda bemalol soldirib davom etaverasizlar ro'zalaringizga. Keyin bir kunga bir kun ro'zangizni tutib berasiz. Tushunmaganlar bormi? Savollar bormi? Savollar. Bir hafta atar mas'ulim bor. Bu yoqda bo'sh joy bor, bu yoqqa o'tibingmi? Mana ber bo'sh. Ben aldığını kişiler doldu, cemaat üstüne. Kattalasa aldı koysunchi.
Yaş bala arkaga ötsün. Zoom nifasda aslında O'tirmanglar, bosh joy bor bu yoqda. buzmaydi. Biroq buzilish xavfi %90. Tushuntiradimi? Mana ichidagi miyatasi vizrif bo'ladi, ana kimiyskiy bo'lgan keyin ana suv bilan reaksiya qilishgandan keyin patli beradi alnisi. Og'zimiz tutib biroz vaqtgacha ketmaydi. Shuning uchun buzuluv xavfi ko'pda, shuning uchun tavsiya qilinmaydi. Ro'zalar odamga og'zini sun'iy pasta bilan yuvishlik umuman bo'lmaydi deb aytadilar. Va biroq fikriy hukmida buzadimi, buzmaydi. Ya'ni tomog'iga ketmaslik holda, ketmagan holda tishini yuvsa bo'ladi. Buzmaydi. Biroq tavsiya qilinmaydi. Nega? O'tkani ne uchun yuvasiz siz tishingizni? Yomon isni keltirish uchun. Payg'ambar aytib turibdi. Ro'zadarning og'zidan chiqqan is Allohga eng yaqinli, Allohning eng yaxshi ko'rgan isi edi. Buxoriy hadisi bor. Shuning uchun og'zidan chiqqan is bilan siz yig'mang. Yani kapilisya bilan ukol Yağış. kapilisya bilan ukol farqi yo'q. Ya baribir mi? Kapelnisyan bilan ukolun farqini ajratganlar var, ajratmaganlar var. Bazı ulamalar kapelnisya buzat deydi. Ha. Tamirga yuborilgandan keyin %100 adam ağız ovqat var. Ya tamaqlandıradi. Azık ovqat var, kapelnisya u %100 buzat deydi. Ba'zilar yana fatvo beradi. Abu Hanifa'ning fatvosi bo'yicha buzgan bilan ikki shogirdning fatvosi bo'yicha buzmaydi. Nega? U tamirga solingan bilan sizning oshqozoningizga ketib qo'yib qo'yadi. Tushuntiradimi? Misvak qo'llanma bo'ladi. Misvakning biroq ya sopini yutib qo'ymoq kerak. Achchiq so'qi bo'ladi misvak. Misvak bilasizlarmi ekan? Yog'och bor-ku, maktabda sotadi. Payg'ambarimiz qo'llangan. Zuni pastadan oldin misvak qo'llash asli sunnat bizning tahoratda. Tahoratda misvak qo'llashlik sunnat. Endi shuni ro'zador odam qo'llashda bo'ladi. Biroq yana achchiq so'qini yutib qo'ymaslik sharti bilan. Vaqt bo'ldi. Var mı başka savollar? Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah Teala hemmemizki eşkallarımızda amel kılsın. Nasip etsin.